Nima qolsa? Yangilik deyishmadinglarmi? Nima deyapti bu? Sifrovoy pult. Xo'p, Behringer XR18 modeli. Bu modelda xudo xolasa juda ham ko'p sotdik. Endi где-то bir 8 ta 10 ta sotib qo'ydik. Bir dona qoldi. Endi bu sifrovoy pult qulayliklari, udobstvasi, endi Zinakord, u analog sifrovoy. Sifrovoyda nima deydi? Nonini yegan odam analogga yopishmay qoladi-da. O'shaning uchun sizlarga tavsiya qilaman, 16 kanalli, 6 ta AUX kanali bor, 2 ta chiqish kanali bor. Undan tashqari o'zini alohida Wi-Fi bor. Ya'ni shunday tokka tiqasiz, iPadni ulaysiz, tayyor boshqarib o'tiraverasiz. Eng qizig'i kichkinagina xicham. Olasiz ketasiz bo'ldi. Pulting qani dedi. Eng narsasini aytaymi? Apparatchilar, hofizlar, doirachilar o'zi kelib ko'tara olmaydi. Hamma upravleniya sizda bo'ladi. Eng kerakli narsasi. Bitta bosavering buni. Qo'lingizda ekan hammasi. Hammasi qo'lingizda. Telefonga ham bo'lib ishlataverasiz. Bemalol maza qilasiz. Bu qimmat emas eng qiziq. O 3000 4000 dollar ham emas. Sizlarga oxirgisi qoldi. 550 dollarga beraveraman. Pastda nomer qoldiraman. Shoshilinglar. Sog' bo'linglar. Rahmat.